Assalamu alaikum, qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshi tudinglarmi? Hammalarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Mana topimizning endi ro'yiga uyg'un holda savollarni eg'ir savollar tushishga boshlabdi. Rahmat qarindoshlar savollaringizga. Ya'ni biz shu yillardan beri da'vo qilyapmiz, kurash qilyapmiz, ammo eng prinsipal savollarni so'ra olmayapti. Ya'ni shu bizning qilyapmiz degan ishlarga munosabatlik amaliyotda nurg'ulg'an asos xalqaro qonunlar bor. Bu qonunlardan ya xabarimiz bor, ya xabarimiz yo'q. Biz o'zimiz ayrim bir ko'pikning ichida dunyo paydo qilib olib, shuning ichida yashayapmiz. Chunki ijtimoiy pallarda men chiqib ketganda yetishga adamimiz bek az, xalqaro qonundan xabari va odamlarimiz barmoqli sanig'idek, afsus ilib baychilarning bu dunyo. Yani jahonning oldi qo'ntaji deb bir gap bor-ku. Qo'ntaji degan bir jo'ng'arning ismi jumu. Hozir bizning jahonning oldi chalasavatlar bir dunyosi-chu bizning jamiyatimiz. Shuning uchun asli anglaydigan odamlarning asli diqqat beradigan odamlarimizning gapini anglamayapmiz. Bir jamiyatda ishning beshidagi odamlarning qiladigan birinchi ishi odamlarni to'g'ri tonish. Masalan, Abdurashid Qarloq ma'lumning gapini hammaylar jimmida o'tirib anglash lozim. Bir jamiyatni qanday tuzash, qanday o'ngshash jamiyatshunosning ishi. Hamda kelayli savollarga xalqaro qonunlar bor dedim. Hamma narsaga munosabatli xalqaro qonunlar bor. Men deyman-ku, asal bizning hozir shu nimada muhojiratda to'g'rilarda so'zlanayotgan xalqaro munosabatlarga to'g'ri siyosat ilmi va xalqaro munosabatlar to'g'risida so'zlanayotgan gaplarning 95% axlat. Chunki o'zining nimani bilmaydiganligini bilmaydigan odamlar yetaklayotdi bu jamiyatni deyman-ku. Shuning uchun endi gapimizga kelsak, ikki muhim nuqtani debsizlar. Birinchisi bir qarinishimiz bu surgundagi hukumatning putini yerga dastitish. Ya'ni bir buni muqim mulki, ya'ni bir hukumatga tushliq bir narsa bo'lish kerak-ku debdi. Ama ikkinchi qarinishimiz asli muhim toshga uribdi, ya'ni vakillik xarakteri degan narsa. Ruhiya Turush xonim yaxshi javob beribdi. Ya'ni biz surgundagi hukumat deyishdan burun surgundagi hukumatning nimaligini bilishimiz kerak. Surgundagi hukumatning bizning masalan Sharq Turkistonliklarning surgundagi hukumat qurishida biroz masala chiqadigan nuqtalarmi bor. Chunki bizning vatanimiz ishg'ol qilindimi, bir kelishim bilan ozod qilindimi. Xitoylar tinch ozod qildik deydi. Tibetda urushdi. Tibetliklar urushib ishg'ol bilan kirdi Tibetga. Bizda bo'lsa Sayfiddin Azizning imzosi bilan kirdi. Bu yerda bir masala bor bizda. Ya'ni Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonini tanımadık. Şinjan Uyg'ur Avtonom rayoni qonunliqmi, qonunsizmi? Bu hukumat qonunsiz bo'lgan vaqtida biz surgunlik hukumat qura olamiz. Va sol tarafdagilar o'zining nima da'vatqinini bilmaydiganlar, masalan tadrijiy taraqqiyot mutaxassislari va bizning avtonom rayonimiz va shuning uchun avtonom rayondagi huquqlarni bermagashga mustaqillik talab qilamiz deydi. Amaliyotda bundaq deyish, avtonom rayonimiz bor deyish, bu yerdagi hukumatni qonunlashtirdi va mashru'lashtirdi. Biz onu itiraf qilsak, agar Uyg'ur avtonom rayoni deganda qonunliq va mashru narsa desak, demak Sharq Turkiston Jumhuriyatining ishg'ol bo'lgani yolg'on bo'ladi. Shunga bir narsani degan vaqtida qaysi qonunning qayeriga taqishudi va qaysi qandaq bir tezis ko'tarib chiqamiz, buni yaxshi bilishimiz lozim. Bilmaydigan odamlar og'zini yumishi lozim, chunki ishni buzib o'tadi. Shunga hozir meyada qarinishimiz degandek, putini yerga dastishdan burun ikkinchi savol, vakillik xarakteri. Vakillik xarakteri. Bu xalqaro qonunda bu talab qilinadigan narsa. Ya'ni bir hukumat o'zining xalqiga chet eldagi ish bo'lmasa, vakillik qilish uchun Ruhiya Turush xonim degandek demokratik saylovda o'tish kerak. Endi Uyg'urlar bu saylovga tayyormi? Tayyor bo'lmasa qachon tayyor bo'ldi? Ya'ni 70-80 yil tayyor bo'lib bo'lmagan qanday millat biz? Onun keyindan bu vakillik nimasini qanday burun vakillik qildigan bir demokratik keng ko'lamli eng azda 10-15 ming odam qatnashgan saylovni qilamagan bo'lsak, undan keyin qanday qilib eshaga opera olamiz? Bu yerda yana risklarmi bor? O risklarni qanday tuvanga tushirib turib bora olamiz eshaga? Bu tashkilotlar so'zishadigan savol.
Ondan keyin bu bir muqim mülk yoki yagi desitish kerakmi deganda u kerak emas. Oldi bilan surgundagi hukumatning nimaligini tushunish kerak. Mesela hozirgi hukumat deyilgan organning amaliyotda tashkiliy xususiyatiga qarasangiz, ya'ni tashkilot o'zining harakat qilish funksiyasiga qarasangiz, bir tashkilotga o'xshaydi. Ya'ni hukumat deyilgan taraf, ijroiy komiteti a'zolari yoki tashkilotlarning rahbarlari, parlament degani uning a'zolari. Sürgünlük hükümet unda bo'lmaydi. Sürgünlük hükümetning parlamentida o'xshamaydigan ovozlar bo'ldi. O'xshamaydigan. Bir-birsiz munozir qiladigan ovozlar bo'ldi va hukumatdan ayrim bo'ldi, mustaqil bo'ldi. Hukumatni tanqid qildi parlament. Hukumat bu yoqda ijroiyatida ayrim. Shuning uchun bizning sürgünlük hukumatimiz xalqaro o'lchamda qanchalik sürgünlük hukumat yoki qanchalik o'lchamlik, buni yaxshi o'ylashimiz kerak, buni yaxshi savollarni so'rashimiz kerak va qanday hal qilish choralarini birlikda bergan asosda Türkçe yapıcı deydi, İngilizce constructive deydi, tanqid qilishimiz kerak, ya'ni yiqitadigan emas, insho qiladigan shaklda tanqidiy pozitsiya tutsak biz nurg'un nuqtalarni ko'ramiz. Bir binoning ishi oson. Amerikada $400,000 jasak, Amerikadan bir ishxona olamiz ya chetrak yerdan bir tal uyni olamiz. O cho'ng masala emas. Mesele o yerda o hukumatning funksiyasi va ro'yi. Uningdagi yana bir mesele bizning hukumatlarni tushunadigan, hukumatning nimaligini, parlamentning nimaligini, xalqaro qonunning nimaligini biladigan va bu uyni olgandan keyin u yerda ishlaydigan qancha odamimiz bor, ishlay oladigan, shuni biladigan shu ishlarni. Ya'ni bizda sapani ko'tarish kerak oldida. Chiqroq yoshlarga tarbiyalab, yetishtirib, yoshlarni chiqarib, yoshlarga tashlash kerak ishlarni. Chunki yoshlar har xil tillarda, dunyoda har xil qonunlarni ko'radi, o'rganadi. Ashta yetishgan bolalarni chiqarishimiz kerak. Uningdagi ishlarimiz osonlaydi. Shunga mening deydiganim oldi bilan umumyuzlik sapani ko'tarish lozim. Buning uchun mundaq chetqaqda biz surgunlik hukumatning xalqaro e'tirof qilamiz desak, birinchisi bir bino yoki muqim mulk emas, yetishgan bir 20 dek bola kerak bizga. Yosh bolalar yetishib chiqqan, shu ishlarni biladigan, xalqaro qonunning 10-moddasi desak, izlab topib ko'ra oladigan odamdan bir 20si yetishi kerak. Ondan keyin shu hukumatning nimaligini bilishimiz, parlamentning nimaligini bilishimiz kerak, partiyaning nimaligini bilishimiz kerak. Bu narsalarning oldida nimaligini va qanday xizmat qilgan, qanday roli borligini bilgandan keyin qaysi kuni deyishganimizdek hukumat bilan davlatning ayrimligi. Ya'ni hukumat hamma narsani hal qilib o'tmaydi. Uning yiniga mesela bürokratik bir qo'shin tayyorlashimiz kerak. ABS'dagi hukumatdagi odamlar, ministrlar yana birlari bitap bo'lib qolsa, ya og'rib qolsa, ya Alloh umrini uzun qilsin, biroz tugab ketib qolsa, bu bürokratik qo'shin uni ipman olishi kerak. Shunga so'zlashadigan narsalar jiq, mening deydiganim biz Uyg'urlarning o'rganadigan narsasi bekchiq. Meningcha bisip bir 2 yıl az deganda bir 20'den 2 turkum 40 balını 2 yıl bisip ögütüşümüz gerek, terbiyelişimiz gerek. Bu narsalarni tushunish kerak, o'rganish kerak. Birinchi qadam bu shu. Ondan konkret temalarning ichiga kirsak, yana bir savol so'rabsiz, masalan, qaysi davlatda bo'lsa bo'ldi deb. Bu yaxshi savol, eng muhim savollardan birisi. Mencha bo'lsa, mesela Türkiye bo'lmaydi. Türkiye, Qozog'iston degan yerlarda noposimiz jiq, asli shu yerda bo'lishi kerak, ammo bo'lmaydi, chunki A4 maddenin bu independent degan nuqtasini buzib o'tadi. Chunki Turkiyada yoki Qozog'istonning bugungi siyosiy ahvolini ko'zda tutsak, u yerning davlat sistemasi qatorliqlarni ko'zda tutsak, u yerda bo'lgan surgunlik hukumatlar mustaqil harakat qila olmaydi. O'zi turishlik davlatning nimasi uchib ketadi boshqarishiga. Shu o vaqtida mashruiyatini yo'qotadi surgunlik hukumatlar. Amerika mı bo'lmaydi menimcha, chunki bu Sharq Turkiston mustaqillik ko'rish yo'lamdi yoki bu Sharq Turkistonlik deyildi, Amerikaga bekchiq beqinib ketdik. Hammamiz tuxumni bir sivetga sanmaslik lozim. Hammamiz solchusimi, o'ngchusimi, hammamiz Amerikada bo'lib qolsa, keyin ziyon tortadi bu millat. Chunki burun Moskvada bo'lib elib ziyon tortganimizdek, hamma tuxumni bir yerga bir sivetga sanmaymiz.
Ertügün Amerika ile Xitayning münasebeti oňşulypla kalsa, hemmini Amerika selbagan bolsa, o tuxumlarymyzdan hemisi çykylyp gitedi. Meniň şahsy garaşymda sürgünlük hökümetiniň buluş gerek bolgan döwlet Kanada. Kanadada bolsa en muwafyk dep garaýman, onuň sebäpleri jykymdy. Şoňa bu gepim uzarap ketdi. Buna müşinçik jogap bergeç turay. Ankin konkret suallar çyksa ýene jogap beriş tirişimi.